Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda moliyaviy bozorlarda ko'p uchraydigan kredit yelkasi haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Kredit yelkasi bu investor yoki trader o'z mablag'idan ko'proq summa bilan savdo qilish imkonini beruvchi moliyaviy mexanizm. Oddiy qilib aytganda, siz savdo jarayonida o'z mablag'ingizni va qo'shimcha ravishda broker yoki moliyaviy platforma tomonidan taqdim etilgan qarz mablag'ini birgalikda ishlatasiz. Kredit yelkasi quyidagi imkoniyatlarni beradi. Kichik kapital bilan katta hajmdagi savdolarni amalga oshirish, bozordagi qisqa muddatli harakatlardan yuqori daromad olish va kapitaldan samaraliroq foydalanish. Va shu sababli kredit yelkasi professional treyderlar tomonidan faol qo'llaniladi. Endi lot haqida ozgina tushuncha berib ketaman. Lot nima? Lot bu forex bozorida savdoning hajmi. Oddiy qilib aytganda, siz nechta birlik valyuta olayotganingizni bildiradi. Forex bozorida pulni shunchaki $100 deb emas, lot o'lchovda sotib olinadi yoki sotiladi. Oldin faqat banklar katta lotlarda savdo qilgan bo'lsa, hozirda brokerlarda 1 lot, 0.1 lot va eng kichkina 0.01 lotlarda ham savdo qilish imkoniyati mavjud. 1 lotning qiymati 100 ming birlik, ya'ni yevroda 100 ming yevro degani, dollarda 100 ming dollar degani. Open'da 0.1 lotning qiymati esa 10 ming birlik, 0.1 lotning qiymati esa 1000 birlik degani. Endi kredit yelkasi nima? Faraz qiling, sizning hisobingizda 2 million so'm mavjud. Kredit yelkangiz 1/5. Bu holatda siz bozorga 10 million so'mlik pozitsiya bilan kira olasiz degani. Ya'ni shundan 2 million so'm o'zingizniki, 8 million so'm esa qarz mablag'i, ya'ni kredit yelkasi. Ikkalasi qo'shilgan holatda 10 million so'm bo'ladi. Savdo natijasi ham aynan 10 million so'mlik hajm asosida hisoblanadi. Open yana ham soddoroq, agar sizda $100 bo'lsa, bu ekraningizda ko'rganingiz kabi bo'ladi. Kredit yelkasi 1/2 bo'lsa, $200 degani. Ya'ni $100 o'zingizniki, $100 esa broker taqdim etayotgan kredit yelkasi. Kredit yelkalari turli xil bo'ladi. 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000. Birning oldida turgan sonlar shu broker taqdim etayotgan kredit yelkalari. Masalan, 1 lot hajmida savdo qilmoqchi bo'lsangiz, boya aytganimdek 100 ming birlik kerak bo'ladi, ya'ni $100 ming. Sizning pulingiz $100 bo'lsa, 1/1000 kredit yelkasi bilan savdo qilishingiz zarur. Bunda $100 o'zingizniki, 99 ming esa broker taqdim etayotgan kredit yelkasi. $10 bilan ham savdoga kirish mumkinmi? Ha, kirish mumkin, faqat eng kichkina notlar bilan 0.1 bilan savdoga kirishingiz mumkin. Lekin bunday kichik depozitlar bilan savdo qilish uchun esa asosan kredit yelkasiga tayinlanadi. Masalan, 1/1000 yoki 1/2000. Kredit yelkasi brokerga qarab farq qiladi. Masalan, ayrim brokerlarda maksimal 1/1000 bo'lsa, boshqa brokerlarda 1/500 gacha bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz o'zingiz pulingizga kredit yelkasi savdo qilmoqchi bo'lsangiz, $100, $400, $500, $700 yetarli bo'lmaydi. Forex bozorida o'z mablag'ingiz bilan savdo qilmoqchi bo'lsangiz, kamida $1000 atrofida depozit bo'lishi zarur, ya'ni 1000 birlik. $10 bilan savdoga kirish uchun esa kamida 1/1000 kredit yelkasi bilan savdo qilishingiz kerak. Endi narxning o'lchovlarini belgilovchi o'lchov birliklari haqida gaplashamiz, ya'ni pips va punkt haqida. Qisqacha, pip, ya'ni pips forex valyuta juftliklarida ishlatiladi. Punkt esa oltin, indekslar va ba'zi brokerlarda ishlatiladi. Lekin eng muhim farq o'lchovda. Pips bu yerda narxning asosiy minimal harakati bo'lsa, punkt esa eng kichik narx harakati bo'lib, ko'p brokerlarda pipsning 1/10 qismiga teng. Pips va punkt o'rtasidagi farq, valyuta juftliklarida 1 pip 10 punktga teng bo'lsa, 1 punkt 0.1 pip degani. Misol uchun mana. Oltinda esa pip atamasi ishlatilmaydi, faqat punkt deyiladi. Xo'p, endi dollar bilan bog'lab tushuntirsam, yevro hamda dollar juftligida bir standart lotning narxi 1 pips uchun $10, 1 punktning narxi esa $1. Oltinda esa 1 punkt $1 ga teng, 10 punkt $10 ga teng, 100 punkt $100 ga teng. Pips va punkt o'rtasidagi asosiy farq shundaki, pip forex valyuta juftliklarida ishlatilgan asosiy narx o'lchovi, punkt esa undan ham kichik birlik bo'lib, ayniqsa 5 xonali kotirovkalarda, oltin kabi instrumentlarda ko'p qo'llaniladi. Valyuta juftliklarida 1 pip odatda 10 punktga teng. Yevro hamda dollar juftligida 1 lot ochilsa, pips qancha turadi? Yevro hamda dollar juftligida 1 lot ochilganda bozorning 1 pips harakati $10 ga teng. 0.1 lot ochilsa, bozorning 1 pips harakati $1 ga teng. 0.1 lot ochilsa, bozorning 1 pips harakati 10 sentga teng. Bu har doim shunday. Hisobingizda $1000 bo'ladimi, $5000 bo'ladimi, $50000 bo'ladimi? 1 lot uchun baribir 1 pipsning harakati $10 ga teng. Kredit yelkasining bu yerdagi asosiy vazifasi lot ochish imkoniyatini beradi. Masalan, yevro hamda dollar juftligida 1 lot ochish uchun taxminan $100 ming hajm kerak bo'lsa,
Kredit yelkasiz bu yerda 100 ming dollaringiz bo'lmasa bir lot ocha olmaysiz. Agar kredit yelkangiz 1 ga 20 bo'lsa 5 ming dollar yetadi degani, 1 ga 100 bo'lsa 1000 dollar yetadi degani, 1 ga 200 bo'lsa 500 dollar yetadi. Lekin bir lot ochilgach, bozorning 1 pips harakati baribir 10 dollar bo'lib qoladi. Nimaga aynan 10 dollar? Forexda bir lot bo'yayotganda 100 ming birlik bo'lsa, yevro hamda dollar juftligida 1 pip 0.10 mingdan 1 degani. Hisob-kitob soddalashtirib shunday bo'ladi. 100x ko'paytirilgan 0.10 mingdan 1 teng 10 ga. Shuning uchun bir lot 10 dollarga teng. Bu endi eng ko'p qiziqtiradigan instrument oltin. Standart hisoblarda bir lot 100 unsiya oltin degani. Oltinda bo'yayotganini pips atamasi emas, punkt atamasi ishlatiladi. Oltinda bozorning bir lot uchun 1 punkt harakati 100 dollarga teng. Bozorning 0.10 punkt harakati esa 10 dollarga teng. 0.01 punkt harakat qilsa 1 dollarga teng. Misol uchun mana ekraningizda ko'rganingiz kabi bo'ladi. Oltin tez harakat qiladi, shuning uchun risk ham juda katta bo'ladi. Kredit yelkasi foydani oshirgani kabi zararni ham bir necha barobarga oshiradi. Agar bozor siz kutgan yo'nalishda harakat qilmasa, zarar tez suratda oshadi. Hisobingizdagi mablag' qisqa vaqt ichida kamayishi mumkin. Ayrim holatlarda esa pozitsiya majburiy yopiladi. Masalan, hisobingiz 1000 dollar yoki 5000 dollar bo'ladimi? Agar siz yevro dollar juftligida bir lot savdo ochsangiz, 1 pipsning harakati taxminan 10 dollar tashkil qilsa, bu yerda kredit yelkasi 1 ga 20 yoki 1 ga 200 bo'lishi foyda yoki pips qiymatini ta'sir qilmaydi. Kredit yelkasi faqatgina sizga shu bir lot ochish imkoniyatini beradi xolos. Foyda va zarar miqdori esa faqatgina ochilgan lot hajmi va bozor necha pips harakat qilganiga bog'liq. Agar siz yangi bo'lsangiz, minimal kredit yelkasi bilan boshlash, risk menejment qoidalariga qat'iy rioya qilish, stop loss kabi himoyaviy vositalardan foydalanishni tavsiya qilaman. Kredit yelkasi to'g'ri qo'llanilganda samarali moliyaviy instrument, noto'g'ri ishlatilganda esa katta moliyaviy xavf hisoblanadi. Shu sababli har bir trader kredit yelkasidan foydalanishdan oldin uning mohiyatini to'g'ri tushunishi zarur. Video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Keyingi videomizda top brokerlar haqida, ular taqdim etayotgan imkoniyatlar va kredit yelkalari umuman to'liq gaplashamiz.